o'tgan videomda do'stlar, negadir telefon o'zidan o'zi o'chib qoldi-da. Videoni to'xtashadi, ya'ni to'xtatib qo'ydi. Shu sababli mana endi gapiramiz. Xo'sh. 31 daqiqa bo'lib o'tgan video. Bugun mana shu video necha daqiqa bo'ladi? Ya'ni mana bu o'yin qanchada tortiladi? Men deb o'ylayapman. Wi-Fi точки bilanlarda izlayapti, tamom. ChatGPT'ning miyasini qoqmoqchi edim o'tgancha. Ko'ramiz. Nima deydi ekan? Men o'tgan videomda 31 daqiqa oldin o'tgan videoda 31 daqiqa oldin o'tgan videomda 31 daqiqa oldin nechta obuna keladi deb o'ylaysan? So'roq ketdi-ku. Ko'ramiz. Aniq aytib bo'lmaydi. Video mavzusi sifati. Yo. O'yin haqida ko'ramiz. O'yin haqida agar PUBG Mobile deb bo'lsa 5 ta 50 ta hozir ham video olyapman. Hozir menga obunachilarim nima qilsin? Adashdim. Obunachilarim obuna bo'lgan-ku. Obunachilarim emas. Bu videoni ko'rgan odam. Hozir bu videoni ko'rgan odam nima qilsin menga? Ko'ramiz ChatGPT nima derkan. Agar men do'stim bo'lsa obuna bo'lsin deydi. Agar menga noma'qul bo'lsa, obuna bo'lishini xohlasang video oxirida tavsifni yozishing mumkin. Video yoqilmasa normalniy tavsiflar beryapti, to'g'risi normalniy. Bu senga savol edi. Sen nima qilish mumkin? Video oxirigacha ko'rish mumkin.
bot. Shunchaki obuna bo'lsin. Desang bo'lardi. Mana bo'ldi, tamom. Endi nima deyarkan ko'rasiz? Qisqacha aytganda, videoni ko'rgan odam obuna bo'lsin. Kanalga o'sib ketsin. Kanaling o'sib ketsin. Omad o addushi. Rahmat. Hani bo'ldi, davay. Endi tak kanalimga o'tamiz. Kanalimga to'g'risini aytsam, obunachim yo'q. Bitta video qo'yib qo'yganman. Hani ko'ramiz, shorts video. Antenna ishlamagan uchun ochmadi umuman. Agar shu joyigacha ko'rgan bo'lsalaring, albatta obuna bosib qo'yasizlar. Agar obuna bo'lmasalaring, отвечание qilaman. O'tgan videoni hammasini ko'ringlar, lekin albatta qo'yaman, sizlar uchun qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yinglar.